25 ga yangi rangni ko'rdinglarmi? GLS. Ajoyib chiqdi. Ajoyib rangda bor, ajoyib. 3 litr. 4matic albatta. 450. Lekin GLS 63, buni ham ko'ramiz hozir. 25-yil, 3 litr, 375 ot kuchi, narxi $106,000. Chotki lekin. Albatta Amerikada chiqadi. 63. Oho, bu hozir skidga tushibdi. 10,000 tashabdi qaranglar. $137,000. 10,000 tashabdi. 8 silindr. Oho. Bu necha pul tash? $87,000 olib qopdi, qaranglar. Hali oddiy paket, hamma yo'g'i plastik. $87,000 ga yangi miyorami deylar. Mana qaranglar. Gap bo'lishi mumkin. 87,000 ham bo'ladimi? 24 ekanda bu, 24 dan qolib ketgan. 87. Srochni tashab bersizlar GLS oladigan akalarga. 87,000 ga yurmagan 24. Lekin uni boshqa qo'yib yuborasizlarda arzon plastikka o'xshaydi. 137,000. U 106,000, 25 hisob olasizlar.